bekchani tanlab, bu joyga nomeringlarni kiritasizlar. Nomeringlarni kiritib, pasportinglarni tayyorlab qo'yinglar iloji boricha. U ham kerak bo'ladi. Hozir bu joyni to'sib turaman. Kod ketgandan so'ng bu joyga kod keladi avtomatik yoki tepadan kelishi mumkin. Kodinglarni kiritasizlar. Kodni kiritganimizdan so'ng bu joyda shartlarini qabul qil deyapti. Ya'ni ommaviy oferta shartlariga roziman deb bosasizlar. Bosganinglardan so'ng bu joyga asosiy ilovaga kirishga parol qo'y deyapti. Masalan, ilovaga prosta kirish uchun parol. Kirganimizdan so'ng bu joyda shaxsiyni tasdiqla deyapti. Tasdiqlash uchun aytganimdek karta kerak, ya'ni masofaviy mana bu joyga pasportinglardagi seriya ID'sini va tug'ilgan kun, oy, yilinglarni kiritasizlar. Hozir kiritamiz. Ma'lumotinglarni kiritib olib davom etishda bossalaring, bu joyda kameradan ruxsat so'raydi. Ya'ni xo'p, ilova ishlayotganda ruxsat va mana bu joyda ya'ni kamerada o'zinglarni videoga olishinglar kerak bo'ladi. Mana bu maydon yashil bo'ladi. Hozir o'tamiz hozir. Bu joyda sizni identifikatsiya qilyapti. Identifikatsiyani ro'yxatdan o'tkazish unchalik uzoq vaqtga cho'zilmaydi. Iloji boricha tezda bo'ladi. Xo'p, mana identifikatsiyadan o'tildi. X bosib qo'ysanglar ham bo'ladi, xohlasanglar bildirishim. Bu joyda isminglar chiqadi. O'zi tepada burchakda. Endi sizlar mana bu menyuda nima qilasizlar? Mana bu joyda plyusni bosasizlar. Plyusni bosganinglardan so'ng yangisini buyurtma qilish degan yozuv bor. Shuni bosasizlar. Bosganinglardan so'ng mana bu joyda har xil kartalar kelib chiqadi. Sizlar mana bu oxiridagi ikkitasini mana virtual Humo, virtual viza shularni ustiga bosasizlar. Shunchaki mana Humo ochmoqchi bo'lsanglar, bu joyga emailinglarni va kod so'ziga shunchaki deylik familiyanglarni yozib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Hozir email kiritamiz. Ma'lumotlarni kiritib bo'lganingizda mana bu joyda shaxsiy ma'lumotlarga rozilik berishni bosasizlar. Bosganinglardan so'ng mana pastroqqa tushganinglardan so'ng shunchaki tushunarlini bosib karta buyurtma berishni bosasizlar. Bosganinglarda mana bu joyda sizlardan ariza olib qoladi. Karta 1 soatlar davomida yoki shu 24 soat ish davomida amalga oshiriladi va shuni ham plyusni bosasizlar deb buyurtma qilishni bosib, yana viza kartasini mana virtual vizani ham ustiga bosib pastroqqa tushib xuddi shu joyga yana kod so'zini yozasizlar. Bunga email shart emas ekan. Va mana bu joyini bosib shartlarga rozilik berib karta buyurtma berish. Bu ham ariza olib qoldi va bu ham 1 soat yoki 24 soat davomida kelib chiqadi va kartanglar ochilgandan so'ng mana bu joyda bitta yangilaganingizda mana уже virtual ochilibdi Humo. Viza ham tez orada qo'shiladi. U kartani ma'lumotlarini ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana bosasizlar va mana bu joyda ko'rsatish degan tugma turadi.